Bugun sizlar bilan yana takroran yutuqli davra o'yinimizni boshlayapmiz. Ikkinchi guruh, ikkinchi patok arab tili guruhimizni onlayn guruhga yozilganlarni ichidan bo'lish uchun ularning ism familiyasi va telefon raqami bilan qutiga joyladik va shu orada mana shu ichidan olib tasodifiy o'quvchini aniqlaymiz. Boshladik bo'lmasa. Mana buni ichida 30 taga yaqin o'quvchi bor, 30 taga yaqin ikkinchi guruhimiz patokimizda. Bularni qani birinchisi 10% lik chegirma uchun o'ynaydi. Bu kim? Hop, ochamiz. Ne'matullo Tursunov. Tursunboyev. Omadingiz bor ekan, tabriklaymiz. Birinchi yutuqni siz yutib oldingiz mana. 5905 raqami. Ne'matullo Tursunboyev 10% lik chegirma. Tabriklaymiz. İkincisi 15% lik chegirma uchun, 15% chegirma uchun Ikromova Sabrinaxon. Mana tabriklaymiz. 15% lik chegirma bilan tabriklaymiz sizni. Ijozat bersalaringiz. O'tgan safar tanishtirgan qizlarim bor, meni ikkita qizim bor. O'shalarga eng kattasini kichkinasiga va hozirgi yutug'imizni katta qizimga tortib berishini so'rayman. Xadichaxon qizim tortib bersa maylimi? Rozi bo'lasizlarmi? Assalomu alaykum. Ha, mahalla nomi nima? Bizni Nafis opani qizlari emasmisiz? Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Mana boya niyat qilib ketuvdilar, kitoblarni olib ketguncha Nafis opa, biz ham yutaylik deb turib. Mana qarang, omadli, yaxshi niyatlariga yetib Nafis opamiz ham 20% lik chegirma yutdilar. Bu bizni eski o'quvchilarimizdan, avvaldan bizda o'qib keladi. Hatto mana shu Malikaxon singlimiz, qizimiz videolarimizda ham chiqqan, o'quv markazimizda olingan videolarda ham chiqamiz. Buni Asmoxon qizim tortib beradi. Asmoxon eng kichkinamiz bizda. Erkatoyimiz. Salom berib, ekranga qarang. Assalomu alaykum. Xo'p, qani bu Turkiya yo'llanmamizni yutib oladigan ishtirokchimizni Asmoxonning qo'li bilan tortamiz. Asmoxonga rahmat aytib qo'yasiz, kim yutib olsa. Qani? Xo'p. Oxirgisi va eng omadli ishtirokchimiz. Xo'p, aham raqamlarning oxiri 1259. Muhammad Olim Xudoyberganov. Muhammad Olim Xudoyberganov efirda bormi? Sizni tabriklaymiz, Turkiya yo'llanmasini yutib oldingiz. Yo'q, Ha, muborak bo'lsin. rahmat, kam bo'lmaylar. Mana Muhammad Olim aka bilan gaplashib turibmiz. Mana shu raqam siznikimi? Aka, tabriklaymiz. Mana shu Asmoxon sizga shu yutuqni tortib berdi. Demak, sizda har haqqiga duo qilib qo'yasiz, nasib bo'lsa. Duo qilamiz. Inshaalloh. Yo'llanma muborak bo'lsin. Siz qayerdansiz? O'zingizni tanishtiring. Hozir qayerdasiz? Asli qayerliksiz? Bu narsalarni barchasini bizga bir gapirib bersangiz, men sizni kameraga, ekranga qarataman. Qolgan tinglovchilarimizga ham, o'quvchilarimizga ham juda ham qiziq bu jarayon. Mana. Mana bu yutug'imiz Vodiyga ketibdi mana Farg'onaga. Yo'llanmalarini kitob bilan qo'shib jo'natamiz, chunki bular Rossiyada bo'lgani uchun, Moskva shahrida hozir ishda bo'lgani uchun kitob jo'natish ozgina muammo bo'layotdi. Hali kitoblarni ham olgani yo'q qo'llariga. Kitoblarni ham hali qo'llariga olgani yo'q. Biz aeroportdan jo'natsakmi yoki kargodan jo'natsakmi deb o'ylab turibmiz. Qolgan ishtirokchilarimizni ham mana shunday yutuqlarni yutib olish uchun tilakdoshimiz. Ular ham bizni kuzatgani uchun, biz bilan ilm olish uchun birga harakat qilayotgani uchun hammaga tashakkur bildiraman, rahmat aytib qolaman. Muhammad Olim akani ham muborakbod etaman. Aka, xayrli bo'lsin. Mana hozir eng birinchi orzuyim, niyatim mana arab tilini o'rganishda, o'zi rosa bo'ldi. Nasib Masih eng kerakli odam masjidda o'rganishga yaqinman hozir. Talaga sig'may bu yoshlikdan qilib yetib kerak. Yurgan akamizlar. Nasib bo'lsa oson bo'ladi, zo'r bo'ladi, o'rganamiz. Sizni kitobingizni jo'natilganimiz yo'q. Kitobingizni inshaalloh biletga qo'shib, yo'llanmaga qo'shib, voucherga qo'shib jo'natadigan bo'ldik endi o'zingiz qo'lingizga.
bizni takliflarimizga e'tiborli bo'ling va bu takliflarimizni siz kuzatib boring. Keyingi davramiz yanvar oyidan boshlanadi va ustozlarimizni juda ham bir ilmli, o'z ishini ustasi va mukammal tarzda dars bera oladigan sertifikati va xalqaro hujjatlarga ega o'qituvchilar bilan biz ta'minlaymiz. Barchalaringizga ishonch bildirib, kuzatib, qiziqib, mana shu ilmga o'z qiziqishlaringizni bildirganlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman.